Assalomu alaykum, suyumlik do'stlar. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Tuvanda huzuringlarga Aziz Ataullah Sartekinning Ota-ona axloqi nomli kitobidan parchani sunamiz. Atalarga kitob kerakmi? Tunji ota Odam ota apridi bo'lgandan boshlab insoniyat dunyosida otliq nomida yashab o'tgan odamlar haddi hisobsizdir. Ammo haqiqiy ota bo'lib o'tgan otliq sirlarini to'liq egallab, mukammal oila qurib chiqargan otalar bak ozdir. Chunki ota bo'ldingiz degan gap bir oilaning, farzandlarning, jamiyatning barliq yuki sizga yuklandi deganlikdir. Bu yuklarning hammani tang, odil ko'tarib menish haqiqatan mushkullarning mushkulidandir. Shu sababdan otalar tarixdan beri bu mushkullar oldida tamtirab yurib hayot kechirgan. Har qanday bir oilaning o'zi xos tartib qoidasi, tutgan yo'li bo'ladi. Bu aniq. Ammo dunyoda bosh og'riqi yo'q, hal qilishga tegishli masalalar ko'rilmaydigan. Ko'rilgan barliq masalalar 100% to'g'ri hal qilinadigan oila bo'lmaydi. Sizning oilangiz ham shuning ichida. Siz mayli yangi oila qurgan bo'ling va yoki mayli nevr-chavrlik bo'lgan bo'ling, hamon oila masalalarining qurshovida yashaysiz. Ham har qanday masalani oldi bilan siz, ya'ni ota bo'lg'uchi bir taraf qilish mas'uliyatini o'taysiz. Demak, siz hamon pat-pat yangi oila masalalariga duch kelib turg'uchi hisoblanasiz. Shuning uchun mayli siz qanchalik nomdor boy bo'ling, talabga loyiq ota bo'lish yo'llarini bilmasangiz, topgan dunyoringiz oxirgi hisobda o'zingizni kuydirib tashlaydi. Siz har qancha katta huquqlar yoki olamni ma'lum qilgan kashfiyotchi bo'lsangizmi, ota bo'lish yo'llarini bilmasangiz, huquqdorligingiz tragediya bilan, kashfiyotchiligingiz pushaymon bilan tamomlandi. Xo'sh, Uyg'ur erlarga ota bo'lish yo'llarini ko'rsatib bera oladigan kitob kerakmi? Kerak. Chunki Uyg'ur erlari oila parvardir. O'z oilasi uchun izdanguchidir. Biror soha izdanguchi uchun bo'lsa, shu sohaga mos keladigan materiallarni ko'rish, bu haqda texmo mukammal bilimga intilish aqalli savoddir. Agar kimki mening oilam mukammal oila, men otliq yo'llarning hammani biladigan ota, shunga menga oila haqida hech qanday kitob materialining, boshqalarning tajriba savoqlarining, aql o'gitlarining lozimi yo'q deb qaraydi ekan, biz bundaq otani ko'rang, mamadan yoki baknadan ota deb hisoblashga haqliqmiz. Ham shuni jazmlashtira olamizki, bundaq otaning keyingi kunlari eng ichinishli bo'ladi. Ashu o'ylari uchun 100 ming qitimlab tavba qiladi. Chunki nurg'un erlar mukammallashtirilmagan oilani siz bizning mushu oddiy kalimiz bilan qanchalik mukammallashtirishimiz, ota bo'lish yo'llarini qancha yaxshi bilishimiz mumkin? Demak, bizga kitob ko'radigan otalar kerak. Millatimiz otalarga kitob kerak. Garchi kitob hammani hal qila olmasa-mu, ammo shuningga ishonamizki, kitob orqali siz o'zingizga diagnoz qo'ya olasiz. O'zingizning qanchalik talabga loyiq ota bo'layotganligingizga baho bera olasiz. O'zingizni saqlangan illatlarni ko'rib, yetib, uni o'chirib tashlab etish sharafiga, egallashga tegishlik ilmlarni egallash fursatiga erishasiz. Dunyoda ota bo'lg'uchi uchun buningdan qimmatliroq bilim bormi, qarindishim? Bu programmani huzuringizga Janubiy Avstraliya Uyg'ur til maktab o'qituvchilari tayyorladi. Programmamizning keyingi sonini ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.